Biz bemorimizni operatsiyasida davoladik. Ya'ni bemorimizni deyarli 1 yildan beri sprey sepib yurarkanlar. Tekshirib ko'rganimizda burun yondosh qo'shiqlarida yiringlik jarayoni ham aniqlandi. Kelganlarda bosh og'rig'i, burun oqishi, bitishi bezovta qilardi. O'zi operatsiya qildiraman deb keluvdilar, lekin biz bularga operatsiya emas, birinchi lechina qilib ko'raylik. Xudo xolasa lechinani o'zida ham yaxshi bo'lib ketishingiz mumkin deb tavsiya qilgan edik. Alhamdulillah, mana bir hafta o'tdi, natijada juda ham a'lo darajada o'zlari xursandlar. Ancha yaxshi. Hozir o'sha kelganimda burnim bitib, o'sha spreydan foydalanmasam tura olmasdim. Hozir mana lechinalar olib, o'sha yozib bergan lechinalarni hammasini qabul qildim. Hozirda Spreyga hojat bo'lmayapti. Spreyda umuman hojat yo'q. Mana bir haftada chiqib ketdi, xudo xolasa sprey. Ha, yaxshi. Hozir 3-kun ancha yaxshi. Zo'r. Hech qanaqa asorat yo'q. Boshda og'rig'i yo'q. Burun bitmayapti. Burun yaxshi, burun ochiq. Nafasi erkin. Zo'r. Yaxshi. Mana burunning ichini ham ko'rishingiz mumkin. Top-toza. Burun umuman yiringlar, boshqa narsalar, nafas olishga qarshilik qiladigan hech narsa yo'q, xudo xolasa. Xudo xolasa bu yo'lni davom ettirsangiz, inshaalloh spreyga hojat bo'lmaydi.